Ruhiy zo'ravonlik oqibatlari va ularni oldini olish. Zo'ravonlik nima? Bu insonlarga ham jismoniy, ham ruhiy bosim o'tkazish, azoblash, paydo bo'lish sabablari. Ota-ona tarafidan muntazam qo'rqitish, kuch ishlatish. Maktabda tengdoshlar tarafidan masxaralash, ajratib qo'yish. Atrofdagilar tomonidan tahqirlash, yerga urish kabi sabablar tufayli paydo bo'ladi. Zo'ravonlik oqibatlari qanday? Jamiyatdan qochish, loqaydlik va qo'rquv. Maqsadsiz, sust harakat, o'z meniga ega bo'lmaslik, kim qayerga boshlasa ketaverish. Qanday oldini olish mumkin? Agar bola xato qilgan bo'lsa, holi joyida vazminlik bilan tushuntirish kerak. Bu holatlarni takrorlamaslik yo'lini ko'rsatish kerak. O'zini boshqarishga o'rgatish kerak. Unutmang, zo'ravonlik zo'ravonlikni tug'diradi. Birgalikda zo'ravonlik oldini olaylik. Birgalikda zo'ravonliksiz dunyo quraylik. Aql bilan yechim top, zo'ravonlik bilan emas. Zo'ravonlikka qarshi kurash ma'naviyatni yuksaltirishdan boshlanadi. Bir so'z bir mushtdan kuchliroq. Ongli jamiyatda zo'ravonlikka o'rin yo'q.